Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan detallarni chizishni boshlaymiz. Bir obunachiz shu chizmani chizib ko'rsatishni so'ragan ekan, YouTube kanalingizga joylab bering deb. Barchamiz uchun foydali bo'ladi, o'rganamiz deb so'ragan ekan. Ko'rib turganlaringdek bu tutashma. Asosan qo'lda chiziladigan chizma. Kompyuterda chizib ko'rsataman sizlarga. Qanday qo'lda chizishni ham tushuntirib ketaman. Xo'sh, o'lchamlaridan kelib chiqqan holatda kompasda A4 A3 tanlab olganimiz qulayroq bo'ladi. Yonboshlatgan holatda birinchi shu asosiy chizig'ini chizishdan boshlaymiz. 196 ekan, o'lchamda ko'rsatilgandek. Yordamchi chiziqlardan boshlaymiz. 196 joy tashladikda chizig'ini chizdik. Bu o'zgarib qolgan ekan. Xo'sh, keyingi chizig'i bundan 15 pastda ekan. 15 mm joy tashlagan holatda keyingi chizig'ini tortdik mana. Joylarni yopib qo'yamiz. Keyingisi ko'rib turganlaringizdek 55 pastga tushgan, 55 mm pastga. Xo'sh, bu joylari bo'ldi. Endi davom ettirish uchun bu aylanalarni chizib olishimiz kerak. Qolganlari shu joydan chiqib ketadi, hosil bo'lib chiqaveradi o'zidan o'zi. Bu aylanalarni chizish uchun bu aylanalarning markazini topishimiz kerak. Markazlarning masofalari bu yerda berilgan. 60, 44, 70, 68. Birinchi shu masofalarda belgilab markazlarni topib olamiz. Birinchisi bundan 68 uzoqligida hamda 70 uzoqlikda edi. Mana. Keyingisi eng tepa qismidan 60 hamda bu yerdan 44 pastda. Bundan 60 tashlaymiz. Bu joydan 44. Xo'sh, aylanalarning markazlari hosil bo'ldi. Bularni nuqta bilan belgilab olamiz. Endi bu yordam chiziqlari kerak emas bizga. Xo'sh, eng katta aylana va uning ichidagi aylana 60 hamda 30 ekan diametrlari. Hosil qilamiz. 60 radiusga o'tib qolgan ekan, diametrga o'tkazamizda 60 hamda 30. Kichikrog'i 40 mana. 40 hamda 20 ekan mana. Tashqisi 40, ichkisi 20. Endigi navbat nimaga? Shu tashqi aylanalariga tutashgan ikkita tutashmaga. Birinchi buni hosil qilmoqchi bo'lsak, o'zini qoidasi bor. Tutashgan aylanani radiusiga tutashgan shu aylanalar radiuslarini yig'indisini qo'shgan holatda aylanalar chiziladi. Masalan, buni radiusi 30, buni radiusi esa 20. O'zi 40, yarmi 20, buni yarmi 30. Shu 52 ga 30 qo'shilgan holatda bu uchun aylana chiziladi. 20 ga 52 qo'shilgan holatda aylana chiziladi. Bular qaysi nuqtada tutashadi? Shu tutashgan nuqta bu aylanamizning markazi bo'ladi. Qayerdadir shu nuqtada joylashgan bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Yordam chizig'ida chizamiz. Bu katta aylanamizning radiusi 30 edi. Tutashmani radiusi esa 52. 52 ga 30 ni qo'shamiz. Radiuslariga. Radiusga o'tkazib olamizda. 52 ga 30 ni qo'shamiz. Qo'shdik.
Buni radiusi mana 20, ko'rib turganlaringdek 52 ga shu 20 ni qo'shamiz. Mana shu joyda tutashdi. Asosiy chiziqqa o'tkazamizda tutashma radiusi nechi edi? 52 edi. Mana tutashma hosil bo'ldi. Ortiqcha chiziqlarni olib tashlagan holatda buni ham ortiqcha chiziqlarni o'chirib yuboramiz. Mana ko'rib turganlaringdek tutashma chiqib qoldi, hosil bo'lib qoldi mana. Bu ichki edi mana. Endi tashqisini qanday chiqaramiz? Tashqisida xuddi shunga teskari amal. Buni radiusidan, bu ikkovini radiusini ayirgan holatda yordam chiziq bilan aylanalarni chizib olamiz. Mana. Yordam chiziqqa o'tkazib, buni radiusi mana 30, tutashmani radiusidan buni radiusini ayiramiz, ya'ni 106 dan ayiramiz 30 ni. Buni radiusi nechi edi? 20 mana. 20 bo'lyapti. Mana 106 ekan bu. 106 dan ayiramiz 20 ni. Markaz hosil bo'ldi mana. Asosiy chiziq bilan radiusi nechi? 106. 106 ni chizamiz. Mana. Yana o'z-o'zidan tutashib qoldi mana. Kerakli nuqtalarni tanladik va aylanani chizdik, o'z-o'zidan tutashdi mana. Ko'rib turganlaringiz mana shu asosiy qismi hosil bo'lib qoldi mana. Endi bu yordamchi tutashmachalarni hosil qilsak bo'ldi. Endi 20 ni hosil qilamiz mana. Bu yerda to'g'ri chiziq bilan tutashgani, buni qanday qilamiz desanglar, bunda ichki tutashma bo'lsa, buni radiusiga qo'shgan holatda yoy aylana chizayotgandik. Bundachi, bunda shu 20 masofani tashlab qo'yamiz xolos. To'g'ri chiziqdan. Mana. To'g'ri chiziqdan 20 masofa pastga tashlaymiz. Ichki bo'lgani uchun buni radiusiga 20 ni qo'shamiz. Ya'ni 30 ga qo'shamiz 20 ni. Shu joyda tutashdi. Demak, shu R20 ni markazi shu nuqtada ekan, tutashgan nuqtada. 20 qo'yamiz mana. Bo'ldi mana, hosil bo'ldi mana. Qo'lda chizilganda ham xuddi shunday ketaveradi. Oshiqcha chiziqlarni o'chirib tashlaymiz. Qo'lda chizilganda ham xuddi shunday. Buni radiusini qo'shamiz. Serkulinishini qo'yib turib, bitta aylana o'tkazamiz. Xuddi hozir hosil qilgandek. Va tutashma hosil bo'lgandan keyin ortiqcha chiziqlarni o'chirib tashlasak bo'laveradi. Bundachi, bunda ikkalasi ham to'g'ri chiziq u, aylana yo'q desanglar, to'g'ri chiziq bo'lsa, to'g'ri chiziqqa qo'shib qo'yamiz. 15 qo'shamiz. 15 qo'shamiz, o'zi 15. Shu markazi bo'lyapti. Radiusi 15 ekan. Serkulinishini qo'yib, 15 aylana chizsak, mana xuddi shunday hosil bo'ladi. Va yana kerakli chiziqlar olib tashladi. Ko'rib turganlaringdek deyarli o'xshadi mana. Hosil bo'lyapti sekin-sekin. Endi mana katta yoyni, katta tutashmani chizamiz. Buni radiusi 60 ekan. Bunga nisbatan, to'g'ri chiziqqa nisbatan tutashyapti. Demak, to'g'ri chiziqdan 60 uzoqlikda buni markazi. Endi bu yoy bilan ham, bu aylana bilan tutashyapti. Bunga nisbatan mana tashqi tutashma bo'lyapti mana. Bunday bo'lganda bu ichki tutashma bo'lardi. Bunaqasiga bo'lyapti, tashqi tutashma bo'lyapti. Demak, tashqi tutashma hosil bo'lganda radiuslar ayriladi. Ichki tutashma hosil bo'lganda radiuslar qo'shiladi. Demak, hozir bizni qiladigan ishimiz buni radiusi, ya'ni 60 dan tutashayotgan yuzani, tutashayotgan aylanani radiusi 20 ni ayirib olish. 60 dan 20 ni ayirib olish. Mana.
Shu aylanani markazi hosil bo'ldi. Shu aylana markazi qayerdadir, shu yerda. Bu shu mana hosil bo'ldi. Asosiy chiziq bilan 60 razmer qo'yamiz. Hamda keraksiz chiziqlarni shunchaki olib tashlaymiz. Deyarli o'xshadi. Qoldi mana bu uchburchak sifat tutashmi. Buni hosil qilishimiz uchun masofalar kerak. Mana berilgan, mana bu masofa nechi? Mana 15. Qo'yamiz 15 ni. 15. E'tibor bersanglar mana 60 gradus deyapti. 60 gradusga bunday egilgan ekan bu chiziq. Shuni qayerdan egilgan deyishlaring mumkin. Mana shu nuqtadan egilgan mana. Uchishi bo'lyapti mana. Bunday kelyapti, 55 pastga tushyapti-da, shu yerdan 60 gradusga bukilyapti mana. Xuddi shu masofani tashlaymiz 55 da. Shu masofada mana 60 gradusga bunday burishimiz kerak. Shuni qanday buramiz? Qarasanglar 90 ekan. Burganimiz sari qo'shilib boryapti, demak 90 ga 60 qo'shilib qolar ekan. 90 qo'shilgan 60 bo'lyapti. 60 gradusga bukildi mana. Shu joyida chizmada xato ketib qolgan. Qayerda xato ketgan? Buni yo radius 18 deyapti, shu xato. Radius 18 xato, radius 19 xato. Bular diametrlar o'zi aslida. Diametrlari 19, 18, 18. Radius qilib yozib qo'ygan. Diametr qilish kerak edi shuni o'zi aslida. Sizlarga isbotlab beraman hozir mana. Radius 18 bo'lsa, hammasidan markazi 18 uzoqda. Buni ham markazi masalan 19 uzoqda. 18 deb kelsak ham buni mana. Buni ham markazi shundan 18 uzoqda bo'lishi kerak edi. Shundan 18 uzoqda, bundan 18 uzoqda. Tashlayman mana masofalarni. 18 mana. Yana 18. Mana 18. Bu tomon bilan bu tomon tutashgani bu uchun aylanasi. Bu yoq bilan bu yoq tutashgani bu uchta aylanasi. Bu yoq bilan bu yoq tutashgani esa bu uchni aylanasi bo'lishi kerak mana. Radiuslar 18 edi. E'tibor beringlar, mana radius tanlangan holatda mana 18 tashlayapman. Xato ketib qoldi. 18 mana. Yana 18. Bu 3 uchun ham 18 mana. E'tibor bersanglar mana katta to'p qoldi. Xuddiki to'pchaga o'xshab qoldi mana. Aylanib qoldi mana. To'pchaga o'xshab qoldi. O'zimiz uchi manera, uchlari egallanish kerak edi o'zi aslida mana. Umuman boshqacha qoldi. Endi shuni 18 da radius emas, diametr hisobida olib kelsak mana. Buni diametri 19 bo'lsa, demak radiuschalik bo'lishi kerak. Radius 19 da yarmi bo'lyapti, 2 ga bo'lingani. 19 da yarmi. Demak, shu mana 9,5 radius ekan. Shu masofani olsak mana ortiqcha chiziqlar o'chib ketadi. Bu ikkalasi uchun esa 18 gacha qolaveradi. 9. Radiuslari 9 bo'ladi buni. 9 radiusi. Buni radiusi ham 9. Shunda ortiqcha chiziqlarni olib tashlaganimizda va uchlarini tutashtirganimizda
bizga kerakli bo'lgan shakl hosil bo'ladi mana. Shu shakl mana hosil bo'ldi. Bu to'p-to'p qolyotdi. Endi hosil bo'ldi. Shu joyda u xato ketib qolgan. E'tibor bersalar tayyor bo'ldi mana tutashmamiz. Endi nima qoldi? O'lcham berish qoldi. Birinchi ichkilaridan, keyin teparoqdagilardan o'lcham berib ketaveramiz mana. Bu masofasi kerak qo'yildi. Avtorazmerda o'zimda aylanaga olib kelsanglar, shu holatda bossanglar mana razmer berib olinadi. Bu ichi do'p qolyapti. Buni tashqariga chiqarish kerak. Qanday? Xo'sh, mana shu funksiyani bossanglar mana tashqariga chiqarsa bo'ladi buni. Ya'ni chiroyli, qulay holatda turadi mana o'lcham. Xalal bermay chizmaga. Asosiy katta razmerlarini, o'qlar orasidagi masofalarni belgilab berib ketaveramiz mana bir boshdan. Shu joy berilgan 70. Chizma chizganda kerak bo'ladigan, hosil bo'ladigan razmerlarni berib ketaveramiz. Yana qayer belgilaydi? 15 berilib berdik. Endi beramiz ekan mana. 15 55 mana. Bu aylanachalarning radiuslari mana 9, buniki esa 9,5. Shuni mana chizig'ini endi bosib turib, bossak mana pastga qarab turib to'g'rilab olsak bo'ladi mana. Ularni ham mana bunday chiroyli qilib to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Bunisi hozir buni bossak bu tomonga qarab qoladi. Shuning uchun chiziqni bosib turib, keyingisini bossak o'z tomonga bu tomonga qarab qoladi mana. Bu yerda turibdi. Keyin bu burchagi mana 60 gradusli burchagi bor mana. Buni mana gradusni mana uglovoy razmerda beramiz mana. 60 gradus. Keyin bitta narsa mana shu 60 gradus topish uchun mana deb davom ettirib qo'ysak bo'ladi. Shuni 30 qilsak mana 60 ga nisbatan 60 olib ketilaveradi. Mana uzunligi ekan mana. 330 qilsak mana 330 qilsak mana shunga 60 ga nisbatan olib ketyapti. Buni bu yoqdan davom ettirib qo'ysak mana o'lcham xalal bermasligi uchun tepaga olib chiqib qo'yamiz. Bundan tepaga tushsa mana ko'rgan odam shu burchakdan 60 gradus olingan ekan deydi. Chizmoqchi bo'lgan yoki tayyorlayotgan odam shu detalni. Xo'sh, bu yoylarni radiusni bundan bersak ham bo'laveradi. Bu yoylarning radiusi mana tutashmalardan 52 edi bu mana. Bu 60 mana. Xo'sh, endi bular diametrda berilgan ekan. Shuning uchun diametr tanlab turib diametrda beramiz. Bu 40 mana. Bu 20 mana. Bularda mana diametrda chizig'ini tanlab turib navbarotiga qilsak o'z tomonga qarab qoladi mana. Shunda mana bunday o'lchaman bemalol odam ko'rganda tushunadigan chiroyli turadi. Buni bu yoqqa mana. Buni ham shu yoqqa mana. Menimcha hamma o'lchamlar qo'yildi. Asosiysi shu. Shunday qilib hosil qilinadi tutashni. Deyarli 1 ga 1 bo'ldi. To'g'liq emas. Nimaga?
har doim aylanada bunaqangi o'q chizig'i bo'lishi kerak. Aylanaligini bildiradigan. Bu nima bitta qo'yiladi. Katta aylanaga qo'ysak, kichkina aylana uchun avtomatik qo'yilib qoladi. Razmerni markazdan berganimiz uchun bu yoqqa ketgan. Mana shuni to'g'rilab qo'ysak mana. Shuni olib turib maktabga qo'ysak, mana o'q chizig'i ko'rinadi. Aylanada doim o'q chizig'i bo'lishi kerak. Bular yoy bo'lgani uchun bularda yo'q ekan. Aylanada bo'ladi. Hosil bo'ldi mana.